Uning parallel olami futbolchilar ichida yo'q. Uning vatani ham yo'q. Aniqrog'i Manchester degan shaharda qo'shtirnoq ichida tug'ilgan. U futboldagi qirollarni tan olmay yashagan parallel olam qiroli edi. Yoqasini hech qachon tushirishni istamagan yulduzning Fransiya terma jamoasi libosida tushgan rasmlarini topish mushkul. Bor, lekin u qadar arzirli emas va boshqa raqamda. Uni biz faqat qip-qizil, ko'zlarni olg'uvchi MU libosida tasavvur qilaveramiz. Erik Kantana original xarakteriga ega bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqimli. Bu Jorkayev singari murabbiyning pinhona rejalariga rozilik bermaydigan, Anri singari qo'l bilan urib bo'lsa-da o'z jamoasiga gol olib kelmaydigan inson edi. U nohaq golni urishdan hazar qilguvchi, shu bilan birgalikda kimdir uni so'ksa albatta javobini yo'llovchi oriyatli shaxs edi. Kantana futbol o'lchamlaridan tashqariga chiqib ketgani uchun ham uni maqtaganimizda natija-patijaga qarab o'tirmaymiz. Qirol Erik deb qo'yamiz xolos. Nega bilasizmi? Chunki u yashil maydondan o'z vaqtida ketishni ham bilgan daho edi. Buni faqat Pele va Zidane epladi. Qolganlar ozgina o'tkazib yuborishgan. Asosiy tarkibni aynan shunaqa o'g'il bola ochib bergani ham ma'qul menimcha.